O, kirib keldi. Ayol kishimi? Bochkani kim yo'lga qo'yib qo'ydi? Shogirdimni urvordingiz. O'lmadi-ku. Mashinam 2 ming yurdi, mo'yn almashtirib beringlar. Almashtirib beramiz, faqat qimmatroq bo'lyapti. Ustoz? Bu elektromobil-ku, motori yo'q-ku. Qo'yaversin-chi, o'zini oyog'im bilan kim turibdi-ku, past ketish. Menga qara, hozir mo'y almashtirganda bo'lamiz-da, taqalatib pulni olamiz. Yo, siqib istasizda. Ya, ishchan demoqchi edim. Bo'p qoldinglarmi? Opa, motoringizni mo'yni almashtirib bo'ldik. Skidkada sizga 970 ming qilib berdik. Mana 1 million. Shogird, opangga tezlarcha qaytan. Ha. Shularmi? Ha, shular. Okelli, nekrasivish qilibsizlar, ayol kishi deb tushunmaydi deb tiqib yuborish yaxshi emas lekin. Ustoz, men sizga aytdim, o'ldik. Unaqa emas-da, zdatchidan 10 ming so'm kam beribsizlar. Yigit ham lo'q ekan. O, kirib keldi. Ayol kishimi? Bochkani kim yo'lga qo'yib qo'ydi? Shogirdimni urvordingiz. O'lmadi-ku. Mashinam 2 ming yurdi, mo'yn almashtirib beringlar. Almashtirib beramiz, faqat qimmatroq bo'lyapti. Ustoz? Bu elektromobil-ku, motori yo'q-ku. Qo'yaversin-chi, o'zini oyog'im bilan kim turibdi-ku, past ketish. Menga qara, hozir mo'y almashtirganda bo'lamiz-da, taqalatib pulni olamiz. Yo, siqib istasizda. Ya, ishchan demoqchi edim. Bo'p qoldinglarmi? Opa, motoringizni mo'yni almashtirib bo'ldik. Skidkada sizga 970 ming qilib berdik. Mana 1 million. Shogird, opangga tezlarcha qaytan. Ha. Shularmi? Ha, shular. Okelli, nekrasivish qilibsizlar, ayol kishi deb tushunmaydi deb tiqib yuborish yaxshi emas lekin. Ustoz, men sizga aytdim, o'ldik. Unaqa emas-da, zdatchidan 10 ming so'm kam beribsizlar. Yigit ham lo'q ekan. O, kirib keldi. Ayol kishimi? Bochkani kim yo'lga qo'yib qo'ydi? Shogirdimni urvordingiz. O'lmadi-ku. Mashinam 2 ming yurdi, mo'yn almashtirib beringlar. Almashtirib beramiz, faqat qimmatroq bo'lyapti. Ustoz? Bu elektromobil-ku, motori yo'q-ku. Qo'yaversin-chi, o'zini oyog'im bilan kim turibdi-ku, past ketish. Menga qara, hozir mo'y almashtirganda bo'lamiz-da, taqalatib pulni olamiz. Yo, siqib istasizda. Ya, ishchan demoqchi edim. Bo'p qoldinglarmi? Opa, motoringizni mo'yni almashtirib bo'ldik. Skidkada sizga 970 ming qilib berdik. Mana 1 million. Shogird, opangga tezlarcha qaytan. Ha. Shularmi? Ha, shular. Okelli, nekrasivish qilibsizlar, ayol kishi deb tushunmaydi deb tiqib yuborish yaxshi emas lekin. Ustoz, men sizga aytdim, o'ldik. Unaqa emas-da, zdatchidan 10 ming so'm kam berib